O'tdim dimlanar edi, o'tlarim yaxshi bo'ldi, dimlanmayapti. O'zimni yengil his qilyapman. Hamma bansada o'zim olib yotganman. Ko'rganman ko'zim bilan. Operatsiyalardan chiqqan ko'zlarini mahkam bekitib ochmagan. Tizzamni ko'tarib zinaga chiqolmasdim-da. Hali o'tib bir majburlagandek chiqardim. Shu yo'qolib ketdi. So'lagan pullaring ona sutlaringdan ham halol ekan deb qo'ydim. Rahmat opajon. Eng katta baxtim shu farzandimning ko'zidagi ochkisini tashlab berdinglar. Qo'llarim ishuvdi, qo'llarimda, yuzlarimda shiqlar bo'lardi. Ular qolmadi mana. 5 yildan beri ko'zda muammo bo'ldi, bolam menga qizig'i qolmadi. Shunday o'lib ketaman ekan degan insonlarda o'zgarish bo'ldi. Assalomu alaykum. Mana yangi yilda boshlangan kuf muolajalarimiz inshaalloh bugun ko'plab insonlar natijalari bo'lgan, nafaqat ko'z, diska grija sohasida sag'ir, oshqozon ichak yaralaridagi muammolar bilan juda ko'plab insonlar shifo topyapti. Bizni eshitishda va kuzatishda davom eting. Qani boshladik. Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. Qayerdan keldingiz? Farg'onadan. Qanday muammolar bilan keldingiz opa? Menda eng asosiy muammo ko'z masalasida kelganman oldingi safaram. Ko'z masalasida kelib, bu yerda hamma, ya'ni butun tanaga shifoligini bildim. Alhamdulillah, o'sha bo'yicha doktorga murojaat qilmadim, shu ketganimcha. Ya'ni doktor bilan emas, men tabiiy yo'llar bilan ham davolasa bo'lishligini tushunib yetdim demoqchiman-da. Opajon, kelishingizdan oldin bitta ko'z emas, boshqa muammolar ham bor dedingiz. Bor edi, davlinam bor edi. Keyin shu pochkadan semirib ketar edim. Починный davlina bo'lib. Davlinam yo'qolib ketgan, o'shanda yo'qolgan aytganman oldingi safar kelganimda. Endi bu safar keldim, alhamdulillah ko'zimda ancha o'zgarish bor. Ko'zimda ichidagi mana ko'rinib turgan oqni o'zingiz ko'rgan edingiz. Buni xo'jayinim ham kelib yo'qolibdi deb xursand bo'lib ketdilar ko'rgani kelib. Men yana batga kelganimda 84 kilo edim. Eng xursand bo'lgan joyim. 84 kilo edim. Hozir bugungi kunimgacha 8 kilo 200 gram tashladim. Tashlasiz. Nima sababdan semirib ketdingiz? Nima bo'lgandi? Noto'g'ri ovqatlanishdan ham semirib ketishi mumkin ekan. O'zimizni nima deydi? Psixologiyamizni buzib olamiz ekan. Ko'p narsalarni nima qilibdi, o'zimizga olib, hayotda yashashni bilmaslik ham insonni bir ma'lum miqdorda buzilishiga olib kelar ekan dedim, o'zimning fikrim. Albatta, insonni bir tanasi, butun tanasiga inson o'zi xo'jayinligini tushundim. Nimaga Alloh omonat degan ekan tanamizni, bular kasal bo'ladi, bu qanday javob beramiz degan narsa qiynar edi meni. Shu savolga javob topdim. Inson haqiqatda tanalariga buyruq berishini Alloh o'zi nima qilgan ekan, bizga bo'ysundirgan ekan, biz bularga buyruq qilishni bilmaymiz ekan. Menga ko'p bir ustozim aytar edilar, dorini qanday narsa ichsang ham mana shuni shifo desang, hozir hamma yo'g'imga shifo bo'ladi desang bo'ladi, lekin hozir mana shu dori mashitimga ziyonmikin deb aytsang, u organizmlar Alloh mana shu dori kirdi-yu, mana shu bandam bitta joy banding, bitta manitimizga ziyon deb aytayapti. Desa bu u aytiga ziyon bo'lsin, bu aytiga shifo bo'lsin deb aytadi degan narsani tushunib yetdim. Haqiqatda mana sizlar biz yaxshi bo'lyapman deylar dedilaringiz. Mana alhamdulillah yaxshiman dedim, yaxshi bo'lyapman dedim. Men yaxshi dedim. Mana eng yomon yana bitta aytaman, mana shu chap tomonimda qora talaq qovurg'alar deydi, bilasiz, nafas ololmay, yotsam turolmay, tursam o'tirolmay kelganman tabatga. Kelgan kunimdan mana bir sal qo'l tegib ketsa ham, boshqa bo'lsa ham lecheniyalarda qiynaldim o'ziga yarasha, lekin alhamdulillah men qaddim bukilib qolgani shundanligini tushunib yetdim-da. Bu og'rib tursa bukishayapsiz ekan-da. Endi mana hozir bukishaymi ham qoldim, og'riqlar yo'q, skilturalarda muolajalarga albatta aytsam juda ham ko'p joyimga foyda qildi. Mana tizzamni ko'tarib zinaga chiqolmasdim-da. Hali o'tib bir majburlagandek chiqardim.
shu yo'qolib ketdi Zo'r opajon. inshaalloh. Ichki kelishlik holatlar nima bo'ldi? Ichki kelishligim ham yaxshi, alhamdulillah, hammasi yaxshi. Men hammasidan ham ko'zimga, shu nimamga, vesimga общий lecheniya qilindi-da. Nima deydi, haligi bir joyga borsangiz, doktorda dorisi falon pul, yotag'i falon pul bo'lib, qaysi birini qilsamkin deb boshingiz qotib qoladi. Hozirgi vaziyatimizda. Batga kelib, to'lagan pullaring ona sutlaringdan ham halol ekan deb qo'ydim. Rahmat opajon. Sababi ovqatlaring juda ham zo'r. Qovurlaring zo'r maqti. Chunki oshqozondan boshlaydi. Xonalaring pokiza, sharoitlar zo'r. Mana kelganimizdan beri xonada bitta ko'ylakda o'tirdik. Mashg'ulotlarga chiqib, nima deydi, bironta xodimlaringizdan yomon muomala eshitmadik. Muomala madaniyati o'ta ham yuqori. Rahmat. Har kuni bir xil bo'lib yurish inson uchun qiyin-da. Masalan, ko'pchilik bilan gaplashaman. O'zim ham bir xil payt insonman, quvog'im solib gaplashaman. Albatta bildimki, har bir insonni yuziga tabassum bilan qarashlikda ham bir o'ziga yarasha katta xosiyati borligini tushundim. O'zimiz endi o'zimizcha ilm o'qidik, bildik deb yuraveramiz ekan, hali bilmaganimiz juda ko'p ekan. Albatta ko'p narsa o'rgandim sizlardan. Xursandmisiz? Mana ba'zi bir diniy tushunchalar berildi, boshqa bo'lindi. Berilgan ma'lumotlar, noto'g'ri ma'lumotlar berilmadimi? Yo'q, unaqa noto'g'ri ma'lumot, albatta yasama, oldi qochdi, unaqa narsa yo'q. Chunki samimiy insonlar bor albatta. Bu haligi sizga men paxta qo'yishga yoqtirmayman. Agar men mana shu joyga atrofimda kim bo'lsa tavsiya qilamanki, doktorni dorisini ichib ham semirib ketamiz ekan. Men shuni topdim. Chunki menga prednizolon berganda doktor mana shu buyrak og'rigandan keyin. Shuni ichish jarayonida buzilganman o'sha birinchi kelganimda. Endi mana alhamdulillah prednizolonni tashlasa odam u bo'ladi, bu bo'ladi deb tashlab ham bordim o'sha kelganimda. Ichimga ketdim. Hozir hech qanaqa dori iste'mol qilganim yo'q. To'g'ri, tabiiy dorilar ichib turaman. Endi mana shu joyga har o'zim maqsad qo'yapman. 6 oydami, 2 oydami, 3 oydami doktorlar qachon kelib buyursa shu paytda kelib lecheniya olaman deb turibman. Inshaalloh. Bardavom bo'lsin opajon. Rahmat. Rahmat. Xursandmiz. Sizlarga ham Alloh rozi bo'lsin, baraka topinglar. Kuzatishda davom etinglar. Qolganlardan ham bir qator o'zif olamiz. Qani ketdik. Yolg'on gapirmaysiz, xotirolmang. Borini ayta olasiz. Yolg'on gapirmayman. Ha, bo'pti. Unda nima o'ylanyapsiz? Onajon, mana keldinglar. Nimalar olib keldingiz asosan ko'z bo'yicha, to'g'rimi? Necha qator ko'rsatuvdi? 4-5 qator ko'rayapti. Hozirchi? 10 qator, 11 qator ko'ryapti. Zo'r. Dori qo'l qildingmi? Yo'q. Qanday davolandi? Tabiiy yo'llar bilan gimnastikalar, mashg'ulotlar, kayfiyatlar ko'tarilib, yaxshi natija berdi nevaramda. Ko'pchilik aytadi, tabiiy yo'llar bilan, mashqlar bilan tuzalib ketar ekanmi degan savol berishadi. Shu rost ekanmi? Rost ekan, biz ham kelishdan oldin bu narsani chuqur o'ylab ko'rdik. O'ylab ko'rib keldik, natijasi yaxshi berdi. 1 oy oldin o'zim ham kelib ketgandim. Bu yerga oyog'imga lecheniya oldim. Foyda bergani uchun nevaram ham ko'ziga olib keldi ishitdi. Zo'r onajon. O'zingiz nima o'zgarishlar bo'ldi? Mana sizdan birga kelgansiz, siz ham lecheniya oldingiz. Ha, men o'zim bu yoqqa olib kelishdan oldin xo'jayinim birga borasiz deydi. Qanday bo'lar ekan deb his qildim o'zimni. Yo'q, yaxshi bo'ladi, siz ham dam olib kelasiz deydi. Keldim. Kayfiyatlarim yaxshi bo'ldi, uyqularim yaxshilandi. O'tdim dimlanar edi, o'tlarim yaxshi bo'ldi. Dimlanmayapti. O'zimni yengil his qilyapman. Qandaydir o'zim tushkunlikka tushganga o'xshab qolardim. Shu hislatlarim o'zimda sezdim, yaxshi. Zo'r. O't qopida demak o'zgarish bo'ldi. O't qopimda, asablarimda, hamma yo'g'imda o'zgarish bo'ldi. Mashalloh. Ukol qildingmi? Yo'q, hamma yo'q tabiiy yo'l bilan. Tushunadi. Bugungi ekskursiya yanada menga yaxshi natija beryapti. Zo'r onajon. Mana psixoterapiya muolajalari bo'ldi-yu, unda suhbat qildik. Bunga qanaqa qaraysiz? Kerak ekanmi odamga yoki kerak emas ekanmi? Juda ham kerakli joylari ko'p ekan. Ko'p narsalarni bilmay yurgan ekanmiz. Chetga kelib ancha natijalarni topdik. Tushunib yetdingiz. Tushunib yetdim, juda chuqur tushunib yetdim bu narsalarga. Adashmasam Sayfulla oboddasi aytganda, o'g'limni operatsiya qildirganman. Voy, gapirmang u narsani. Juda ko'p qayta operatsiya qildirganman. Shuning uchun ko'zini tashkillarda yotganman. 2-3 martadan operatsiya bo'lgan bolam. Shuning uchun bolasida ham shu narsa jindek ko'ringan uchun biz oldini olaylik, shu narsaga tiq tekkizdirmasdan davolab ko'raylikchi degan maqsad bo'lib,
ota bobosi topib olib keldi bizni. Ha. Bundan oldin Toshkentga olib borishdi, Andijonga olib borishdi. Hamma joy operatsiya dedi. Aha. Tushunarli. Demak, xursandsiz. Mana o'g'lingizda bo'lgan holatdan keyin operatsiya qanaqaligini ko'rdingiz, tushundingiz. Men bo'lib ham ashi bolamni hamma больницада o'zim olib yotganman. Ko'rganman ko'zim bilan. Operatsiyalardan chiqqan ko'zlarini mahkam bekitib ochmagan. Shu holatlarda o'zim ko'rganim uchun juda o'zim ham ezilganman ona bo'lib. Endi nevaramda ham sal bo'layotgani uchun haligi oldini olaylik deb shu yerga olib keldik. Zo'r. Xursandsiz natijalardan ona? Natijadan juda xursandman. Rahmat, rahmat. Qolganlarga ham betlarida xudo xolasa borib tavsiya qilaman. Bo'ldi, onajon, faqat uyga borgandan keyin davom ettiringlar, to'xtab qolmanglar. Xudo xolasa davom ettiramiz degan maqsadni oldimizga qo'ydik. Bo'ldi. Rahmat onajon, boringizga shukr. Nima muammo bilan kelgandingiz? Men bu yerga og'zimni to'g'rilash uchun kelganman. Aha. Lekin kelganligim uchun bu yerda yaxshi taassurot qolib, og'zim to'g'rilanishligi uchun Nima muammo bilan una bo'lib qolgan? men operatsiya boshimdan operatsiya bo'lganman 10 yil oldin. Aha. Shuni hisobiga og'zim qiyshayib qolgan. Aha, 3 oylik nafsda muammo bor. 3 oylik muammo bo'lib operatsiya bo'lganman. Aha. Endi bu yerga kelib, Xudoga shukr, foydasi bo'ldi. Shuning uchun o'zim egizakligim uchun sinimni ham olib keldim. Aha, Zuhra bu yoqqa. Zuhraxonni. Aha. Siz o'zingizda nima natijalar bo'ldi? Ona boshqa Menda yaxshi natija bo'ldi. Birinchi o'rinda ko'zlarim ravshanlandi, oyoq yurishlarim ilma bo'ldi. Yurganimda hansirar edim. Hansiramay qoldim. Aha. Kayfiyatim nihoyatda nima edi? Tushkun. Kayfiyat tushkunligida undan ko'p chiqdim, Xudoga shukr. Aha. Lekin qalbimda bir nima turar edi. Shular ancha yozildi. Tushunarli. Ichki organizmlarda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi, onajon? Degan ichki organizmlarim ham yaxshi, ovqatlanish nimalarim ham yaxshi. Xudoga shukr. Foyda ko'rdim men, ko'rdim. Zuhra ham nima natijalar ko'rdi? Zuhra onam nima? Qani Zuhra ona? Ana. Allohga shukrlar bo'lsin, shu yerga kelib juda ham yaxshi mazza qildim. Aha. Tan joylarim sog' shukr. O'zim ham bitta oyog'im bilan belim og'rib turar edi. Aha. Shu mashqlari, shu maslahatlari, mavzuga berganlari, shu rahmatullohning mavzulari bilan juda zavqlanib, ruhlarim ko'tarildi. Zo'r. Ajoyib. Yig'ladimda shukrlar bo'lsin. Bunaqasi bo'lmagan. Allohim shukrlar Otga bo'lsin. mindimi? Otga mindim, shukr. Qoyili. Allohga shukr. Qayerlar Yaxshi. tuzaldi, ona qayerlarda o'zgarish Masalan, bo'ldi? Hamma yo'g'im yaxshi shukr. Shunaqa qo'llarim ishlaydi, qo'llarimda yuzlarimda ishqlar bo'lardi. Ular qolmadi mana. Aha. Hamma yo'g'im yaxshi. Rahmat doktorlarga. Borlarga shukr. Ukol dori qildingmi? Yo'q. Men o'z o'kildan qo'rqaman, davolanishdan qo'rqar edim. Shu yerga keldim, mana yaxshi bo'ldim. O'kil olmasa ham yaxshi bo'larkan. Shukr. Allohga shukrlar Xursandsiz bo'lsin. onajonim? Albatta, Xudo xolasa. Bo'ldi. Yana kelish niyatimiz bor. Boringizga shukr, Faqat rahmat. dam olishga. Opajon, nima muammo bilan keldingiz o'zi? Meni juda ham qattiq boshim og'rir edi. Xudoga shukr kelganimdan keyin bosh og'rig'imdan qutuldim. Farzandimni olib keldim. Eng katta baxtim shu farzandimning ko'zidagi ochkisini tashlab berdinglar. Zo'r. Juda ham yaxshi natija oldik. Kelinglar. Dori darmonsiz yaxshi kayfiyat bilan yaxshi qilar ekan. Qarang, boshingizdagi og'riq asosan qayerda bo'lardi? Boshimdagi og'riq mana shu bir tomoni muzlab og'rir. Aha, necha yildan beri? Eslomiyman 15 yil, 20 yil bo'lib qoldi. Ancha yil. Ancha yillik kasalim, davolanmagan joyim qolmadi. Hamma yerga borib davolanib, lekin Mashhedda eshitdim, Mashhedga kelgandan keyin Mashheddan natija oldim. Xudoga shukr, rahmat sizlarga ham omadinglar bersin. Qanday o'zgarishlar bo'ldi tanada? Kayfiyatim yaxshi, oyoqlarim og'rib turar edi, nima bitta qo'lim jivirardi, ishlarim ham yo'qoldi. Hozir umuman unaqa kayfiyatim eng asosiy yaxshi bo'ldi, eng nimasi. Ya'ni boshim og'rimasa hech yetim og'rimaydi der edim. Haqiqatan mana boshim og'rig'ini ham qoldirdinglar. Oyoq qo'limni, kayfiyatimni, jicha oshqozonimda og'riq bo'lardi, u ham hammasi qoldi. Rahmat sizlarga. Mashalloh. Sizda nima o'zgarishlar bo'ldi? Men ko'zim -5-6 edi. 3-4 ga tushirishdi. Keyin 2 qator, 1 qator ko'rardim. Hozir 5 qator, 6 qator ko'ryapman. Bu ko'zimda ham ijobiy o'zgarish bo'ldi. Bunisida 2 qator, bunisida 2 qator o'zgarish bo'ldi. Yaxshi ko'ryapman, Xudoga shukr.
Oldin Sizlar- ochkisiz yura olarmidingiz, yura olmaydingiz? Yurolmadim. Bir Ochkisiz qadam ham yura bosolmadim. olmadingiz. Lekin hozir bemalol yuribman. Bosyapman, mana shu yerga kelishni hammaga tavsiya qilaman. Dori darmonsiz, darmon. yo'q, dori darmonsiz tabiiy uslubda mashqlar bilan davolanadi. Rahmat. Siz nima muammo bilan keldingiz? Men diskrija bilan keldim. Aha. Chap oyog'im yurganimda ham og'rir edi, o'tirganimda ham og'rir edi, yotganimda ham og'rir edi, qattiq og'rir edi. Chap qo'lim og'rir edi. Eneki ma bo'yin. Menda 3 ta joyimda diskrija bor ekan, hozir yaxshiman, yuryapman, og'rimayapti. Oyoqlarim Oyoqlarim qilmayaptimi? bezovta qilmayapti. Yaxshi bo'lib qoldimi? Yaxshi bo'lib Qanday dori qoldim. qildingmi, ukol qildingmi? Mashqlar berdi. Tabiiy holatda dori darmon yo'q. Asalari keyin shu nimalarimiz ham yaxshi, kayfiyatlarimiz ham yaxshi. Ya'ni kinezologiya muolajalari oldingiz, kinezologik, to'g'rimi? Tochkalar bilan ishlashdi. Ha, tochkalar bilan ishladi. Hamma joyimiz joyida. Yengillashdi. yaxshi. Necha kunda natija Yengil bilinish bo'lib boshladi sizda? Bugun 6-kunim. Yaxshiman. Yo'q, natija bilingan kuni. Bilingan kuni kelganimdan keyin bir ertasi kundan boshlandi. Bilingan ertasida, ikkinchi kundan boshlandi. Ikkinchi kuni oralar Ha, qo'yib. Og'riqlar qo'yyordi. Aytgancha siz nechinchi kundan bilindi natija? Endi 4 kunda bo'lindi. 4 kunda ko'z o'zgarish bilindi. Ko'zda o'zgarish bo'ldi. 4 kundan keyin ochki tushib. Ko'zim ham davlenasi bor edi. Ko'zim qizarib, davlenasi bor edi. Boshim og'rirdi, hozir yaxshiman. Yaxshi, ichki kelishlarchi? Ha? Ichki kelish. Ha, ichim qotib 3 kunda, 4 kunda kelardim. Yo'q, hozir yaxshi, 1 kunda 2 mahal, 3 mahal. keladi. Dori berdimmi? Yo'q, giyohlar bilan yaxshi. Giyohlar bilan o'zgardi. O'zgardi. Xursandmisiz? Xursandman, yaxshi. Hammanglar kelinglar, shifo topib ketinglar. Rahmat mana shu yerda ishlayotgan bolalarga ham, ayniqsa Oyatulloyimga juda ham bir ajoyib bola, Obidjon. Hammasi bilan juda ham nima deydi? Gap bilan, shirin gap bilan, asosan kayfiyatni o'nglab shirin gap bilan davolashadi. Hammanglarga rahmat. Rahmat. Sizga ham asosiy rahmatim sizga. Meni qizimni ko'zidagi ochkisini tashlatib berdinglar. Shunga xursandman. O'zim boshim og'rig'i ham esimdan chiqib ketdi bu tashlagandan keyin. Rahmat, katta rahmat sizlarga. Omadinglar bersin, Alloh hamisha qo'llab-quvvatlasin. Hop bo'ladi. Kuzatishni davom etinglar. Yana ham yaxshi natijalar sizlar bilan albatta ulashamiz. Qani ketdik. Onalarimizdan endi o'tib borishga qaror qildik. Ko'pincha nevarasini olib kelgan bu yerda, farzandini olib kelgan insonlar turibdi. Onajon, buni sizdan boshlasam. Nimani olib kelgansiz? Nevaramni olib kelganman, o'zim ham. Juda chiroyli lichini oldik, ko'zlarimiz yaxshi. Kelganingizda nevarangiz necha qator ko'rayotgan? 3 qator. 3 qator. Necha qatorga o'zgardi? Hozir 8 qatorga o'tdi. Necha yildan beri nevarangiz bor? 5-4 yil bo'ldi. Yo, 3-4 yil mumkin. Ko'zingizda necha qator o'zgarish bo'ldi? Ko'zimda 5 qator 4. 5 qator 4 bo'ldi. Ko'rish o'zgardimi? Xursandmisiz? Necha kunda bilan natija? 2 kunda. 2 kunda o'zgardingiz. Zo'r, mashalloh. Onajon, yana nima o'zgarishlar bo'ldi sizda? Men o'zimda ham ancha o'zgarish bo'ldi. Ko'zim ancha eskib ketuvdi. Yaxshi ko'ribdi, xudo xohlasa. Oldingi siljidi sizda. Ha, siljidi. Ko'pchilik aytadi, yosh o'tgandan keyin o'zi ko'z o'zgarmaydi ekan deyishadi. Yo'q, siljidi, o'zgarar ekan. Harakat qilsak o'zgarar ekan. Zo'r, onajon. Yana qaysi organlarda o'zgarishlar bo'ldi? Oyog'imda og'riq berdi, ko'chkamda. Yaxshi ular ham. Ichki ishlari normal. Normal bo'ldi. Dori darmon bilan davoladingmi? Yo'q, o'zimiz nimalar Tabiiy yo'l bilan, bilan? tabiiy yo'l bilan davolandik. Muammo bilan keldingizmi, nevaram? Ha, o'zimda ham, nevaramda ham edi. Sizni necha yildan beri ona? 40 yil, 45 yildan beri. 45 yildan beri ko'zda muammo. Necha zreniya bor? Zreniyam hozir -14 edi. -14. Hozir qanaqa holat? Necha qatorga o'zgardingiz? Juda yaxshi, 2-3 qatorga o'zgardi. 2 qatorga o'zgardi. Hozir qarang, mana bez ochki turibsiz, ona qiynalmayapsizmi? Yo'q. Ochkiyim o'zi tushmabdi. Hozir ochkiyim 90 bo'lishim og'ritdi. Hozir mana ko'z mashqlarini bajarganimizdan keyin o'zim rosa bildim. Hozir rosa yarkilashdi. Analashdimi? Yana qanday muammolardan qutuldingiz? Muammoim haligi ruhiyatimda tushkunlik kayfiyatim bor edi. Ashula ketdi mendan. Shular yo'q, yaxshi hali hayotga bo'lgan qiziqishim ortdi. Hali kasalliklarni ko'p o'ylardim. O'sha narsaga chiqib ketdi mendan. Yo'q, o'sha narsalar yo'q. Nevarangizni ham kelasiz-a? Nevarangizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Yo'q, Shoxonniki o'zi yaxshi, juda yaxshi o'zgarish. 9 qator, 10 qator, 11 qator bo'ldi. Mashalloh. Mana shu nevarangizda ko'z kasalligini eshitganda qanaqa nimalarni his qilgansiz? Rosa endi uni mandaka qiynalishini xohlamagandim. Yo'q, yaxshi hozir mana ancha o'ziga keldi. Ochki taqmaslikka, umuman taqmaydi kelgan kundan beri. Ochkisini taqmay xotirjam yuribdi. Psixologik trening bo'ldi. Unga qanaqa qaraysiz? Kerak ekan, kerak emas ekan? Juda kerak ekan. Kerak, juda kerak ekan bu narsa. Nimalarni tushunib yetdinglar shunda?
mayani ham shunchalik tushunib tushuncham borligi bor bo'lib turib shunchalik nimamni kengaytirdim boshqalar bundan ham zo'r nima bo'lsa kerak. Necha qator ko'rasiz kelganingizda? 4 qator yuradi. 4 qator. Hozir necha qator bo'ldi? 10 qator yuradi. 10 qatorga o'zgardi. Necha yildan beri? Birinchi sinfligimdan beri 5 yil bo'ldi. Tug'ma deyishganmi yo orttirilgan? Orttirilgan, ha? Necha kunda natija bilindi? 3 kunda. 3 kunda. 3 kunda. Birinchi holat qanaqa bo'lgan? Maktabga chiqqan mahalda bo'lganda u Qanaqa ko'rgan? Necha yil izlaydi? -1, -2. -2 edi. yo'q bir edi boshida. Bir -1 edi. edi. Keyin tushib 2 bo'lib qoldi. Shu yillar davomida 2 ga o'zgardi. Yaxshi. Natijalardan xursandmisiz? Natijalari yaxshi. O'zingizda qanaqa o'zgarishlar bo'lmadi? Qorovul bo'lib keldingiz. Kayfiyatlarim yaxshi bo'ldi. Aha. Asablar joyiga sekin tushyapti. Onga buyruq berishni, ong ostiga buyruq berishni o'rganyapmiz. Harakat qilyapmiz. Yaxshi. Dori yo'lida o'zim yoqtirmayman. Tabiiy yo'llarda qidirardim. Yani shu Telegramga ulanib qolganmiz. Telegramdan kuzatib yurib, o'sha yerga kelishni qaror qildik. Yo'q, o'ylaganimizdan yaxshi natijalar bo'lyapti. Ko'pchilik mana sizlarga savol hammanglarga ko'pchilik mana dori darmon yo'q ekan, mashq dozi bilan davolaydi ekan. Har xil gumonlar bor-da. Dori darmon tuzalsa bo'lar ekanmi? Bo'lar. Ishondinglarmi? Ko'pchilik aytadi, mashq dozi bilanmi mana siz mana 45 yillik kasallik deyapsiz. Qatib qolgan deyishadi-da, bo'ldi o'zgarmaydi deydi. Operatsiyadan boshqa iloji yo'q deydi. Iloj borligiga tushunib yetdingizmi? Rahmat. Yana qayta davolaman. Xudo salib siz bilan ko'p hali suhbat qilamiz. Inshaalloh mana 14da inshaalloh ancha pastga tushganda yana bir qator o'zib berasiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qani ketdik, qolganlardan ham olamiz. Onajonim, qanday muammolar bilan kelgansiz? 2 qadam yursam belim og'ridi. Aha. Keyin ves bor edi ancha. Keyin muammolar ko'p edi hamma tomonda. Bas yaxshiman, Alloh. Nimalardan shifo topdingiz? Men mana shu mashqlardan, ayniqsa psixologiya darsidan mazza qildim. Zo'r onajon. Qaysi organlar o'zgardi onajonim? Shu haligi CD yo'llar nimalar. Aha, CD pufayidagi muammolar. Muammolar o'zgardi. Keyin yuz tashladim ozgina. Keyin yurishlarim yaxshi. O'ng oyog'imni ko'tara olmasdim, o'ng oyog'imni ko'taryapman. Zo'r. Allohga shukr. Zinopoyadan chiqa olmadim dedingizmi? Chiqa olmasdim. Pilapoyadan faqat chap oyog'im bilan chiqardim. Men o'ng oyoq bilan chiqdim mana o'shamonda. Zo'r. Xursandmisiz? Xursandman. Beldagi og'riqlar yo'qmi? Yo'q, Xudoga shukr. Kinezoterapiya muolajalari yaxshi ta'sir qildimi? Voy, rosa zo'r. Rosa zo'r. Hali kinezologiyadan chiqqanimdan keyin turqota yugurib boryapman. Yuguryapman? Ha. O'zimga o'zi qarab turibdi. Eshikda aylanib bir yuguribdi. Yuguryapsizmi? Ha? Hazillashmang, necha kirgansiz? 70 ga. 70 ga yuguryapsizmi? Ha, yurdim. Mana rostdan ko'rmabmanmi? o'zimga o'zi ko'rdi. Mashalloh. Hozirgi bugungi taassurotlar qanaqa? Bugungi taassurotlar zo'r. 70 yildan beri otga mindim. 70 yil chiqmagan, endi otga chiqdingiz. Otgan. Qanaqa ekan ot ona? Mazza ekan. Yaxshi bo'lar ekan. Yana minasizmi? Yo'q, endi. Ya, boshqa kelganda-da. Yana safar kelgandim nima? Bo'ldi onajonim, xursandmisiz? Xursandman. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Hajoningiz sog' bo'lsin, umringiz ziyoda bo'lsin. Rahmat ona. Boringlarga shukr. Dori darmon tuzalishga ishondingizmi? Zo'r. Original ekan, hammasi. Original? Hammasi original ekan. Tabiiy. Hamma yo'q. Aybga buyurmaysizlar, hozir 10 kilometrdan oshiq piyoda yurishda, endi pastga tushib ketayotganda mashinada tushib ketyapmiz. Kuymichim og'rir edi. Aha. Yana 2 yelkam og'riydi. Qo'limni ko'tarishim yo'q edi. Qiynaldim, ko'tara olmasdim. Shu bitta qo'limga tegib turib, bitta qo'limni ko'taraman. Yana shu nafasim, yursam nafasim nima deyman, hansirab qolaman. Shu muammolar bilan keldim. Olsa hozir yaxshiman. Shu 20-25% ga hamma joyimdan shifo topyapman. Yaxshi. Asosan qayerlarda o'zgarish sezdingiz? Qo'limni ham ko'taryapman. Endi hali yaxshi emas, ko'taryapman. Endi Xudo xolasa bu qilgan muolajalar uyga borgandan keyin yana shifosini berar. Yaxshi bo'lib ketaman deb umiddaman. Birinchi qadamni qo'ydingmi? Qo'ydik. Necha yildan beri mana shu qiynalib yurgandingiz shulardan? Bunga nafasim yurganimda hansirashim shu 6-7 oydan beri. Belimdagi, quymichimdagi og'riqlarim shu 10 yil atrofida. 10 yil atrofida. Yelkam og'rishi 2 yil bo'lyapti. Bunga ham Allohim shifo beryapti. Mashalloh. Shifo bergan. Yengillashtirishni boshladingiz. Rahmat. Birinchi qadamni qo'ydik-a ona. Xudo xolasa. Xursandman onajonim. Boringizga shukur. Sizlardan ham xursandmiz aka. Oyoq og'rig'i bilan bolam. Tizlam ishib, yurishga qiylanar edim. Mana shunday mashqlarni qilib, muolajalarni olib,
ilohim sizlar rahmat mehnatinglarga rozi bo'linglar, umringlar uzun bo'lsin. Hozir rosa ancha yengillik sezdim. Otga chiqib yana ham yengillab qoldi. Zo'r. Rahmat. Mashalloh. Umringlar uzun bo'lsin, rizqinglar baland bo'lsin. Allohu akbar. Ichki organizmlarda o'zgarishlar qanaqa bo'ldi? Yaxshi bo'lyapti. Hamma yo'q yaxshi bolam. O'zgarish katta. Omon bo'ling. Boringizga Rahmat, shukur. salomat Bardavom bo'linglar. bo'lsin. Mana azizlar ko'rib turganingizdek turli xil kasalliklardan birin-ketin shifo topib kelyapmiz. Hammasiga to'g'ri qilinayotgan harakatlar va amal qilinayotgan metodlar orqali. Hech qanday dori darmonsiz, hech qanday ukollarsiz mana shu etaplarga chiqilyapti. Nimani hisobiga? Avvalo birinchi navbatda to'g'ri ovqatlanish. Eng katta dushmanimiz fikr, ya'ni salbiy fikrlar, ruhiyat tushib ketishligi, ayanchli hikoyalar, misol bo'ldi, endi men yura olmay qolaman ekan, men endi ko'zim ko'r bo'lib qolar ekan, 10 yildan beri qiynalyapman, davosi yo'q ekan deyishadi. Eshitib turdinglar, 45 yildan beri ko'zda muammo bo'ldi, bolam menga qizig'i qolmadi, shunday o'lib ketaman ekan degan insonlarda o'zgarish bo'ldi. Nimani hisobiga? Hammasi o'sha birin-ketinlik bilan to'g'ri qilingan harakatlar evaziga. Hali hayot oldinda. Bizni kuzatishda davom eting. Sizda ham hali zo'r o'zgarishlar bo'ladi. Faqat uning uchun qat'iyat va harakat sizdan talab qilinadi.